Assalomu alaykum podpischilar deydi-yu. Biz yana shu tumsoqlar makoniga keldik, xudo xolasa. O'tgan safargi joyga. Hozir keldik, mana yomg'ir ikkita yog'ib turibdi. Chiqib qolsa endi video qilamiz, xudo xolasa. Havo ancha salqin, chiqadimi yo'qmi bilmaymiz, o'ylan boshda. Bugun sherigimiz juda ko'p. Bugun 4 kishi kelganmiz. Va gruppada ekanligi Instagramda Omadbek degan ukamiz yozibdi. Sherigiz yo'qmi, o'z ushesimi? Baliqda degan ekan. Bugun sheriklar bilan keldik. Ona chetda ham bir kishi. Xullas 4 kishimiz deydi-yu. Gaplar. Xudo xolasa chiqib qolsa yo'q. Video qilamiz. Suvlar zo'r, mutli. Yomg'ir yog'ibdi kecha. Hozir ham yog'ib turibdi ikkita. Mana xudo xolasa natija mana. Qalmoq ham egilib ketdi. Katta ekan, yomg'ir egilgan. Bidon bosh katta. Aşağıda ette sherigimiz ham ushabdi. Ham sherig ham ushadi, hozir bitti. Endi quyosh chiqib, uji baliq yurishni boshladi. Shu ham kichkina bo'lsa bilmadim endi. Mana ekiranga sig'mayapti-yu. Mana uchinchisi mana xudo xolasa. Bu karas sho'dim, karasdi. Kalla tomoni solib qo'ydim chiqdi. Uchinchisi bo'ldi. Mana xudo xolasa bu ikkinchisi. Yutib olibdi, mana kesib oldik. Aylan bosh. O'rtacha. Xudo xolasa yana bitta chiqdi. Ha? Katta ekan. Yomg'irlar yuribdi. Biz qo'rayni olib kelmabmiz. Verxalas. Nega suvni berdi deydi-yu. Shu verxalas ushalmayapmiz hozir. Qo'raylarimiz olib ketibdi. Ikkita baqa terib oldik. Ketibdi. Mana hozir sherik Düşadim chuvalchanga deyapti-yu, ko'ramizda mana xudo xolasa. Tushadingizmi? Sekin kelyapman mana. Qani bitta ko'raylikchi. Tog'alarga ko'rsatib qo'y endi. Mana joydamiz xudo xolasa. Chuvalchanga chiqdimi? Aka. Baliq joyiga kelyapsiz, bo'lmasa. Mana joylardamiz. Manzilni qo'yib aytaman degan joyda. Qani? Natija bor, xudo xolasa. Bo'laveradi, barakasini bersin. Mana xudo xolasa. Sazan. Natija bo'ldi mana hozir yangi cho'lchanga xudo xolasa kelaverasizlar. Hozir sherik ushadi deyapti-yu, boraylikchi bilamizda. Xudo xolasa yaxshi joylardamiz, o'tgan safar ilon bosh sazan ushab ketganmiz. Shu joylardan. Bitta do'nka qalmamiz shu joyda turibdi. Manzilni so'raganlar bo'lsa, bu Yazyovon suv ombori tomonda. Mana xudo xolasa sherigini bitta natija qildi. Qani nima ekan bu? Sazanmi? Sazan chiqibdi mana xudo xolasa. Kelaverasizlar, mana yangi joydamiz. Sazan. Mana joylarimiz. Lakasani qo'yib aytaman degan joyda. Xudo xolasa biz o'dan qaytyapmiz. Mana joylardan tushib o'tish kerak deb aytgan. Mana sherig ham ushagan. Voy sekin. Bir xalas kelyapti. Kelib oldik. Uchta bo'ldi. Uchta bo'ldi xolos buguncha. Sog' bo'lasizlar.